Mana xudo xolasa kartoshka urug'lar keldi mana. Dehqonlar ham kelishni boshladi mana. Birinchi mashinani chiqardik. Xudo xolasa mana. Tarqatishni boshladingiz xudo xolasa. Assalomu alaykum, bova dehqonlar. Kartoshka urug'larimiz yetib keldi agroverdan. Xo'p, tarqatishni boshladik. Kelaverasizlar xudo xolasa. Qota aylantirib olib. Mana dehqonlar, dehqon akalar. Mana o'sha 45 kun deb ma'lumot berilgan kartoshka urug'lari keldi. Mana biz ham o'sha Qo'shtepa tumanidan kelib Zakyan qishlog'idan mana shu urug'lardan 1 tonna olyapmiz. Hammalaringga, kelishlaringga, hammalarga yo'l bo'lsin, dehqonchiliklarga Alloh baraka bersin hammalaringdan. Mana bolalar suzishni boshladi. Bir tonna yukladik. 45 kunda ham kartoshka pishadimi degan negativlar ko'payib ketib qolmasin. Yerdan chiqqandan keyin 60-65 kunda pishadi. Mana mo'tadil havoda. Shu joylarning gapirsa. Yuklayapmiz mana. Mana mashinalar kelib turibdi. Mana. Boshlaydi tarqatishni. Oldi tarqatishlar boshlandi. Endi bundan bag'i yanvar ichi kelaveradi xudo xolasa. Kelaverasizlar. Bo'pti, kelaveringlar. Mana kartoshkalarni yuklab jo'natib mana jo'natyapmiz. Lusinda degan kartoshka urug'imiz 3 tonna. Sarvarbek Bo'zdan kelgan 4 tonna yuk olyapti, 4 tonnadan oshiqroq. 1 tonnasi Aloyetda bo'ldi, ketdi. Aloyetdani 8000 so'mdan, Lusindani 7500 so'mdan berdik. O'sha biz va'da qilganimizdek, o'sha agroverda necha pul sotilsa, Farg'onadagi filiali bo'lib ochildi, xudo xolasa. İşlerimiz xayrli bo'lsin. Inshaalloh. Boshlagan ishlarimiz. Dehqonchilarimizda yaxshi bo'lsin, hamma dehqonlar xursand bo'lsin. Bova dehqonlarimiz xudo xolasa kartoshka urug'larimizni bunaqa qilib xo'jaliklarga ham 100 kilo, 50 kilo, shunday olib ketishyapti. Mana Aloyetda degan urug'imiz va Rivero degan urug'imiz. Hoshto'g'a Aloyetdani 8000 so'mdan, Riveroni 6000 so'mdan hisobladik. Salomat bo'linglar, qo'llaringlar ko'rmasin. Agrover kompaniyasiga ham, Murodjon bobo dehqonlar kanaliga ham ming marta rahmat. Shu xalqni o'ylab, juda katta ishlarni qilishyapti. Ishlari ilgari bo'lsin. Doimo hojat duo qiling. Xudo samodan qo'yib parvardigoro. Barcha bu ukalarimiz mana Murodjon hamma shu agrover firmasi kompaniyani barcha a'zolari ham shu xalqimizni bir farovonchiligi, to'kin sochilligini ustida xizmat qilishyaptilar ekan. Xudoyo bularni xizmatlarini munosib baholagin va munosib mukofotini bergin va o'zlarini, oilalarini, ishlarini, yo'llarini tinch qilgin. Mana bu ishlarni xalqimizga ham, bu tepada turgan hammalarimizga xayrlik bo'lishligini nasib qilgin. Amin. Ommaviy xalqimizni bu qishdan betalofat chiqargin va dehqonlarni, dehqonchiliklarga, chorvadorlarni, chorvalariga, boshqa kasbkor qiluvchilar, kasbkorlariga barakali xayrlar ato qilgin. Yurtboshimizni, tanijonlarni sog' qilgin va barcha shu xalqimizga xizmat qilayotganlarni Xudoyo tinch qilgin va zurriyotlardan ham o'zlaridek shunaqangi xalqimizni koriga yaraydigan. Mana bu Murodjon ukamiz mana shu Toshloqda turib, Toshkentdagi o'sha narxda, o'sha baholarda urug'larni yetkazib beryaptilar, Xudoyo. Zurriyotlaridan ham xuddi o'zlaridek shunaqangi xalqimizni kamarbastasi, tayanchi bo'ladigan zabardast farzandlarni chiqargin va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Rahmatga. Rahmat. Hoji bobo, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Rahmat. Havo sovuq. Endi o'zimizni ota-bobolarimiz usulini qo'lladik. Xamirchoylar damlab olib, o'tlarni yoqib olib, savdolarni qilyapmiz-da, xudo xolasa. Kelaverasizlar.